Bugungi kunda Farg'ona viloyati bo'yicha 508.902 ta iste'molchilar suyultirilgan gazga moslashtirgan bo'lib, kuz-qish mavsumiga tayyor. 109 ta izusilarimiz, 13 ta man mashinalarimiz, Farg'ona viloyati bo'yicha 8 ta gaz to'ldirish inshootlari to'liq taftishdan o'tkazildi. Prezidentimiz tomonidan energetika sohasiga berilayotgan e'tibor sabab avtomatlashtirish tizimi, ya'ni Face ID, planshet tizimi yo'lga qo'yildi. Ya'ni manzilli aholiga suyultirilgan gaz yetkazib berish tizimi yo'lga qo'yildi. 8 ta gaz to'ldirish shoxobchalari to'liq texnik holatlari bo'yicha to'liq taftishdan o'tkazildi. Ishchi xodimlarimiz hammasi maxsus kiyim bilan ta'minlandi. Maxsus texnikalarimiz to'liq soz holatga keltirildi. Gaz to'ldirish inshootlarimiz to'liq kuzatuv kameralari bilan ta'minlangan, maxsus mashinalarimiz, GPSlar o'rnatilgan. Albatta bularni zamirida bitta maqsad yotadi, aholiga suyultirilgan gazni tizimli va maqsadli o'z vaqtida yetkazib berish yotadi. 8 ta gaz to'ldirish shoxobchalarimizda generatorlarimiz, ya'ni black out holatida energiyada uzilishlar bo'lgan holatda bizi gaz to'ldirish shoxobchalarimiz avtomatik ravishda muqobil energiyaga o'tgan holatda tizimli faoliyat yo'lga qo'yiladi va aholiga suyultirilgan gaz o'z vaqtida yetkazib beriladi. Iste'molchilarni suyultirilgan gaz bilan uzluksiz ta'minlash yo'nalishida ham tegishli chora-tadbirlar amalga oshirildi. Jumladan 3000 dan ortiq zaxira balloni shakllantirildi. Aholiga yetkazib berish sifatini oshirish maqsadida 8 ta yangi Isuzu rusumidagi avtomashinalar xarid qilindi. 20 kilogramdan suyultirilgan gaz to'ldirilgan maishiy gaz ballonlari aholi xonadonlariga imtiyozli narxlarda 40 ming so'mdan yetkazib berilmoqda. Qilingan ishlarni Farg'ona viloyatining Furqat tumani misolida ko'rish mumkin. Bugungi kunda tumandagi 30 ta mahalla fuqarolar yig'ini hududida 17848 nafar aholi iste'molchisi hamda 30 ta davlat muassasasi va tashkilotlariga suyultirilgan gaz yetkazib beriladi. Furqat gaz to'ldirish shoxobchamiz 3 ta tumanga, Furqat, Beshariq, O'zbekiston tumanlariga 90 mingdan ortiq aholilarga suyultirilgan gaz tarqatamiz. Aholidan kelayotgan maishiy gaz ballonlar o'sha servis markaziga kiradi. Servis markazida og'ir qoldig'i to'liq to'kib olinib, yaroqsizlari yaroqlarga almashtiriladi. Ish sifatini yaxshilash maqsadida gaz quyish kolonkalarini avtomatlashtirilganmiz. O'sha to'liq 20 kilodan quyiladi. Eng zamonaviy o'sha so'nggi rusumdagi o'sha gaz quyish kolonkalari o'rnatilgan. 20 kilodan quyib berilib aholilarga tarqatiladi. Aholiga xizmat ko'rsatish ishlari tuman hokimligi tomonidan tasdiqlangan reja grafika muvofiq amalga oshirilmoqda. Ushbu jarayonda 4 ta maxsus jihozlangan Isuzu va bitta zil avtomashinasi hamda jami 10 nafar ishchi xodimlar ishtirokida gaz ballonlarini iste'molchilarga yetkazib berish ishlari olib borilmoqda. 2025-yil yanvar-oktyabr oylarida tuman iste'molchilariga 2541.4 tonna suyultirilgan gaz yetkazib berish rejalashtirilgan bo'lib, 22-oktyabr holatiga ko'ra 2432 tonna yetkazib berilgan. Shuningdek, 2025-yil oktyabr oyida 235 tonna gaz yetkazib berish belgilangan bo'lsa, 22-oktyabr kuni holatiga 187.4 tonna gaz aholiga tarqatilgan. Reja 80% ga bajarilgan. Hozirgi kunda Furqat tumanidagi iste'molchilar 35-38 kunlik oralig'da suyultirilgan gaz bilan muntazam ta'minlanib kelinmoqda. Navbatdagi maishiy gaz ballonlari Qizilqiyoq mahalla fuqarolar yig'inidagi aholi xonadonlariga tarqatildi. E'tiborlisi, suyultirilgan gaz yetkazib berish tizimi 100% elektron tizim orqali amalga oshirilyapti. Bu esa suyultirilgan gaz balloni tarqatishda shaffoflikni ta'minlaydi va korrupsiyaviy holatlarning oldini oladi. Mana shu xonadonga kelin bo'lib tushganman. Biz asosan qishloq sharoitda yashaganligimiz uchun ovqatimiz ham, choyimiz ham asosan gaz bilan bog'liq. Shu gazdan foydalanamiz. Hozirgi kunda shu gaz ballon olib kelish ham tartibga tushdi. Har 36 kunda yetkazib berishyapti, o'zlari o'rnatib berib ketishyapti. Bizni quvontirgani hozirgi kunda elektron tizim joriy qilingani bizni quvontiradi, chunki oldingidek qiyinchilik tug'dirmaydi. Gaz ballon olib kelishganda shu kartamizni beramiz, o'zlari planshetga qo'yishib, kim olganligi, qachon olganligi hamma narsa ko'rinib turadi. Olgan odam yuzi ko'rinadi. O'sha oldingidek holatlar boshqani o'rniga boshqa olib ketishlari yo'q. Shunaqa sharoitlarni yaratib bergani uchun prezidentimizga rahmat. Mahalla fuqarolar yig'inida 872 ta xonadonga suyultirilgan gaz yetkazib beriladi. Iste'molchilarning 631 nafari tuman gaz ta'minoti bo'limi tomonidan ijara shartnomasi asosida taqdim etilgan maishiy ballonlardan, qolgan 241 nafari esa o'z shaxsiy gaz ballonlaridan foydalanadi.
Shu mahallada yashaydiganimizga 56 yil bo'lgan bo'lsa, ovqatimiz ham, choyimiz ham hammasi gaz bilan bo'lganligi sababli asosan gaz ballonidan foydalanamiz. Lekin mana to'g'risini aytish kerak, ilgarilari, avvallari gaz ballonlarni olishda nihoyatda bir noxohiylar ko'p bo'lgan, to'g'risi. Avvallari mashinada gaz ballonlar kelsa, tartibsizliklar bo'lardi. Odamlar to'planib olinardi. Bittadan ikkitadan ballonlarni olinardi. Ancha tushunmovchiliklar bo'lardi. Bittadan ikkitadan ballonlarni olganlarni ham ko'rganmiz. Hozirda mana tizimda o'zgartirishlar kiritilib, elektron tizim ishga tushdi. Hozirgi kunda mana gaz ta'minot xodimlari o'zlari xonadonlarga olib kelib, gaz ballonlarni o'zlari o'rnatib, har bitta xonadonga o'sha ID karta bo'yicha tarqatishyapti. O'sha ID kartani berasiz, berganingizdan keyin u yerdagi planshetiga tushiradi. Planshetda kim olganligi, qachon olganligi hammasi ko'rinib turadi. Mana tizim ishga tushib, hozir xudo xolasa har 36 kunda olib kelib berishyapti. Xalqimiz undan mamnun. Mana hozir chiqib ko'rishlari mumkin. Mana ID kartani berib, o'zlari o'sha planshetiga tushirib bittama-bitta o'zlari tarqatib berib ketyapti. Hech qanday to'planish ham yo'q. Bu elektron tizim bizga nihoyatda foydali bo'ldi. Gaz ta'minot bo'limiga rahmat, prezidentimizga rahmat, shunday islohotlarni amalga oshirayotganligi sababli. Iste'molchilarga suyultirilgan gaz yetkazib berish tizimi tuman hokimligi tomonidan tasdiqlangan reja grafikka asosan yetkazib berilmoqda. Hozirgi kunda bu tizim onlayn sistemaga o'tkazilgan bo'lib, Face ID, ya'ni yuzni tanish tizimi orqali yetkazib berilmoqda. Bu o'z navbatida iste'molchilarga o'z vaqtida yetkazib berish hamda korrupsiyaviy holatlarni oldini olish imkoniyatini bermoqda. 30 ta mahalla fuqarolar yig'ini uchun 5 ta maxsus avtomashina biriktirilgan bo'lib, 35-38 kun davomida yetkazib berilmoqda.